Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 17 aprel kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjir Pay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjir Pay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12165 so'm 24 tiyin bo'lib 25 so'm 19 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14330 so'm 65 tiyin bo'lib 32 so'm 11 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 42 tiyin bo'lib 2 so'm 67 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 78 tiyin bo'lib 5 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.